Do'stlar, hozir shu mashinani fotoapparatga aylantiramiz. Ketdik. Kamera obskura yasaymiz. Mashinaning ichiga mana vatmandan yopishtirib ekran qilib qo'ydik. Bu ekran bo'ladi. Orqa tomonini hozir to'liq bekitamiz, yorug'lik umuman tushmaydigan qilib. O'rtasiga esa kichkina teshikcha teshamiz. Shu teshikchadan yorug'lik kiradi, ekranga tushadi. Juda ham qiziq bo'ladi do'stlar. Mashinaning orqa tomonini karton bilan to'liq yopdik. Ichkarida mana uni ekran turibdi. Mana bu joyda ozginagina kichkina teshik qoldirdik. Shu yerdan yorug'lik tushishi kerak. Men ichkariga kirib olaman. Ana avtomobil kiryapti stoyankaga. Do'stlar, mana men o'zim yasagan kamera obskuraning ichida o'tiribman. To'liq bek hamma yo'q, yorug'lik tushmaydi, faqat shu teshikdangina yorug'lik tushyapti. Tashqariga qaraymiz shu teshikdan. Ana qurilayotgan bino, avtomobillar o'tyapti, odamlar ko'rinyapti. Shu teshikchadan yorug'lik o'tib, o'rnatgan ekranimizga proyeksiya bo'lyapti do'stlar. Shu kamera obskura deb ataladi. Bu narsani o'zlaring ham uyda o'zlaring yasashlaring mumkin. Bitta qorong'u xona kerak xolos. Va ro'parasidagi devordan kichkinagina teshikchadan yorug'lik tushishi kerak. Shu kamera obskura fotoapparatlarning paydo bo'lishida birinchi prototipi shu bo'ladi. Mana tasvir cho'tki chiqyapti. Mana bu tomonida. O'sha binoning rasmi chiqyapti. Kamera obskura. Hech qanday linza, hech qanday qiyin texnologiyalar yo'q. Juda ham oson. $15-asrdan boshlab rassomlarni chizgan rasmlari birdaniga sifati juda ham baland bo'lib ketgan. Sababi shunaqangi kamera obskuradan foydalanib rasmlarni, eskizlarni chizishni boshlagan. Men rasm chizishni bilmayman, lekin bunaqangi obskuradan foydalanib, men ham peyzajlarni juda chiroyli chizib tashlashim kerak. Hozir aylantirib ko'raman. Do'stlar, ozgina vaqt topib farzandlaring bilan uyda turib, uylaringda shunaqangi kamera obskura yasab ko'rishga harakat qilinglar do'stlar. Juda ham oson, juda katta ta'sirot oladi. Farzandlaringga, o'zingizga juda ham yoqadigan qiziqarli hodisa. Fotoapparatning ichidan tushdim do'stlar. Sizlar ham shunaqangi kamera obskura yasab ko'rsalaring, farzandlaring bilan uyda juda ham oddiy yasaladi. Bitta ekran kerak. Bitta xonada ekran bo'lsa, bitta teshikcha kerak xolos. Farzandlaringga juda ham qiziq bo'ladi, o'zlaringga ham juda ham yoqadi. Bu kamera obskura haqida ma'lumotlar internetda juda ham ko'p. Agar kerak bo'lsa, menga yozsangiz, men ham bilmagan joyingizni aytaveraman. Albatta shu tajribani o'tkazib ko'ringlar do'stlar. 11-asrda arab astronomi Ibn Haysam degan odam shunaqangi kamera obskura yordamida quyosh tutilishlarini kuzatuv qilgan. Bu narsani yaxshilab o'rganib, ishlash prinsipi haqida o'sha davrda yozib ketgan. Avvallari shunaqangi fikr bo'lardiki, odamning ko'zidan nur chiqib, boshqa predmetlar paypaslab qaytib keladi degan noto'g'ri bir tushuncha bo'lgan. Shu kamera obskura yordamida bu unday emasligini isbotlab ko'rsatib ketgan. Do'stlar, video ma'qul bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishlaring mumkin. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziqroq bo'ladi.